Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada size Hacı Ruzi. Bugün Çislak 2020 yıl 7. ayının 9. günü. Haftaga Perşembe, hürmetli vatandaş. Bugünkü vaziyetten alsak, eğer bu iş rast qayılinip geçse, acayip bir vaka buladigan vaziyetninki purga vatandaşlara yetkizeyli. Xi Jinping'nin ko'ziga ko'z doğrusu qo'yildi. Prezident Trump'ning Tayvanni ziyorat qilishi ustal ustiga qo'yildi. Mavzuliq to'r filmi 7. ayning 8. kuni YouTube'da e'lon qilindi. Avtori Ming Jin axboroti. Bu vaziyatga yana bir qarab o'ting vatandosh. Xi Jinping'ning ko'ziga ko'z doğrusu qo'yildi. Prezident Trump'ning Tayvanni ziyorat qilishi ustal ustiga qo'yildi. Mavzuliq to'r filmi 7. ayning 8. kuni YouTube'da e'lon qilindi. Avtori Ming Jin axborot. Mening to'r film kanalining bosh tonimida hurmatli vatandosh. Saltanatim, söletim, devletim Uyg'uriston. Uyg'urum, milletim Uyg'urum. Mening bugungi siyosiy maslakim birinchi davlat ichida davlatning asli nomini asli keltirish. 1933-yil 11. ayning 12. kuni rahmatlik davlat arbobi Sobit Domilla hojim tunji qatim e'lon qilgan va e'lon qilishi planga olgan Uyg'uriston Jamhuriyatining nomini asli keltirish. Ikkinchi asli keltirish 1945-yili 2. ayning 11. kundan 14. kunigacha hozirgi Krimiyaning Yalta va Jariya Sariyda chaqirilgan xalqaro Yalta konferensi bilan setilib ketgan Uyg'urning shu vaqtdagi davlat qarash huquqini asli keltirish. Mana bu bugungi mening to'r film kanalimning bosh titoni. Endi xabarni boshlaymiz hurmatli vatandosh. Amerika Tayvan diplomatik munosabat o'rnatishga Tayvan aktiv yuzlanishi lozim. Mavzuli xabar 7. ayning 8. kuni Jungo'ga nazari to'r betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Jungo savdo urushiga agishib, yuqumli Xitoy virusi hadab yuqumlanish paydo qilayotgan ahvol ostida. 7. ayning 1. kuni kuchga ega bo'lgan Hong Kong davlat bexatarligi qonuni. Amerikada ham qonun Jungo xalq vakillar qurultayida ma'qullanishdan burun, yuqorqi qonun Jungo xalq vakillar qurultayida ma'qullanishdan burun Amerikada ham Savdo ministerligi Hong Kongga beriladigan imtiyozlar martabini bekor qildi. Endi Amerikaning Jungo bilan qarshilashish siyosati davomli kuchaytirildi. Endi Tinch okean demokratik strategiyasini kuchaytgandan boshqa Amerika Qo'shma Shtatlari, Amerikaning harbiy aeroplanlari, chorlug'uchi harbiy parxodlari Jungoning g'arbiy Tinch okeandagi kengaymichiligiga dal vaqtida, dal paytida zarba berdi. Tayvanni qo'g'dash qonun loyihasini davlat majlisi bevosita ma'qulladi. Prezident Trump vazifa o'tagan 3 yildan beri Tayvan sayli sayohat qonunining ma'qullanishi, davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasining ma'qullanishi,
Tayvan'ın halkara ittifakdaşlık ordunu saklap kalish kanununun ma'qullanışı ve yakında Tayvan'ı qo'g'dash kanununun o'ttirg'i qo'yilishi ve harbiy kuch bilan Tayvan'ı bevosita qo'g'dash Jungo'nun Tayvan'ı qurol kuchi bilan birlik keltirishini cheklash. Bir qator hareketlerden qaraganda Amerika az kunda bo'libmi Prezident Trump qayta prezident bo'lib saylangandan keyin Tayvan Amerika diplomatik munosabat o'rnatishning mumkinligi texmo ilgari surildi. Tayvan'da erken müstakil devlet kuruş yolu yüzlendirip Jungo'nu cezalash bilan Jungo'nu Tayvan'ga hücum qilish qarı niyatima çekdinidir. Tayvan'daki siyasi adamlar bu to'g'rida Tayvan şehir başlığı Keqichang'ning deganidek hozir Tayvan'da degudek ko'klar qolmadi. Ko'klar degan yeşillar degan Kuomintang bilan hozirgi hokimiyat beshidagi partiya Demokratiya Taraqqiyot partiyasi qo'yilgan laqam ekan. Hozir bu yerda ko'klar qolmadi deganda Tayvanda Kuomintang partiyasi degan partiya qolmadi deyapti. Taybey shahrining boshlig'i Keqichang. Chunki ko'klar yana Kuomintang allaqachon qizil rang bilan bo'yilib bo'ldi. Allaqachon avval chiqqan quloqdan keyin chiqqan ming ko'z yaman bo'lib bo'ldi. Shunlashqa Keqichang qurib chiqqan Fuqarolar partiyasi yaqinda Tayvanda qurilgan ekan, biz endi xabar topdik. Fuqarolar partiyasi atalmış Ak Partiya yeşillarnimi, ko'klarnimi hammasini bo'yoq kupiga tashlab hammasini oq rang bilan bo'yib o'tishi mumkinmidi? Muhim siyasi partiyalar Jungo menfaati bilan qo'rishovga ilindi. Hozir Tayvandagi muhim siyasi partiyalar yana atalmış Yeşil, Ko'k ve Aqlar partiyasining sahnadagi personajlari Jungo menfaati oltin chembariga kirib bo'ldi. Hatto ishga qirg'oq qarindoshlar biz deyishdi va Jungo Kompartiyasining tapanini yalashga boshladi. Bu bir g'ayri maqoliga vatandosh, masalan Tayvandagi Demokratiya Taraqqiyot partiyasi hozir Kompartiyaning tapini yalayotganda, bu tarafı bizga qarang juma vatandosh, mushular biladi, mushular. Hozir Jungo Kompartiyasining tapini yalashga boshladi. Agar Amerika bilan Tayvanning diplomatik munosabat o'rnatishda tuyuqsiz Amerika vaqt pishib yetdi deb e'lon qiladigan bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlari tuyuqsiz diplomatik munosabat o'rnatishmasdan Tayvan Amerika munosabat o'rnatishning vaqti pishib yetildi deb Amerika taraf e'lon qiladigan bo'lsa, yuqorqi partiyalar Jungo menfaati, shaxsiy menfaat va Jungoga bog'lanib qolgan xususiy menfaatlardan darhol o'zib tashlab o'tilishi mumkinmi? Tayvanda her qaysi siyasi partiyalar rang ayırmay, fikir ixtiloflariga qaramay ittifoqlashib Amerika Qo'shma Shtatlari o'tirg'i chiqaradigan Amerika Tayvan diplomatik munosabat o'rnatish paktini yoki tavrash xarakterlik paydo bo'lgan davrinishni paktlarni aktiv ilgari surib Tayvanda normal davlat bo'lish yo'liga mustaqil o'ziga xo'ja bo'lish yo'liga elib chiqishni umid qilamiz deydi bu maqolani yozuvchi hurmatli vatandosh.